yilning eng yaxshi erkak estrada xonandasi. G'aybulla Tursunov, Farruh Fazil, Hoji Akbar Ro'zmetov. Xo'sh, yoshlar kim? Sanaymiz. Tayyormizmi? 5, 4, 3, 2, 1. G'olib G'aybulla Tursunov. 54% ovoz bilan G'aybulla Tursunov g'alaba qozonmoqdalar. 54%. Qarang, Samandar o'zi 5 raqami Albatta. G'aybulla uchun juda ahamiyatli. Bugun ham qarang, aynan muxlislar ovozi 54% bo'libdi. G'aybullani daydi degan qo'shig'in qancha insonlarni daydi qilmadi deysiz. Quralaychi. Muborak bo'lsin G'aybulla. Estrada xonandalarimizni barchasi bebaho. Hammanglar tengi yo'qsizlar. To'g'risi. Chunki hammalarini yaxshi ko'raman, muxlisman. Nima qilamiz? Davom etamiz. Go'zal qizlarimiz ham Yilning eng yaxshi ayol estrada xonandasi Gulinur Egamberganova, Dilnoza Hakimova, Sevinch Ismoilova. Demak, sanaymiz. 5, 4, 3, 2, 1. G'olib esa Dilnoza Hakimova. 1% bilan 1% ko'proq ovoz bilan Dilnoza Hakimova yilning eng yaxshi estrada ayol xonandasi nominatsiyasiga sazovor bo'lmoqdalar. G'oliblar sahnada qolinglar, iltimos qilamiz. Chunki bizda hozir yana taqdimot bor. To'g'rimi? Biz hozir barcha g'oliblarimizni sahna markaziga taklif etamiz. Yo'q, hozir